Bryus Lining yagona o'g'li Brandon Lini filmning syomka jarayonida tasodifan o'ldirib qo'yishganini bilasizmi? Unda siz like bosing va obuna bo'ling. Men bo'lsa tushuntiraman. 1993-yil Brandon Lee atigi 28 yoshda edi. U otasi kabi buyuk bo'lish yo'lida hayotidagi eng muhim rolni ijro etayotgan edi. U suratga tushayotgan film syomka joyi AQShning Wilmington shahri. Birgina sahna bor edi. Ko'rinishidan oddiy. Qahramon o'q yeb o'lishi kerak. Qurol esa bo'sh, ya'ni o'qsiz bo'lishi shart edi. Ammo taqdir rejasi boshqa edi. Qurol ichida oldindan qolib ketgan metall parcha borligi hech kimning xayoliga ham kelmadi. Syomka boshlandi. To'pponcha tepkisi bosildi. Va o'sha lahzada butun syomka jamoasi to'pponcha bo'sh emasligini tushunishdi. Brandon Lee og'ir yaralandi. Shifoxonaga yetkazildi, ammo 12 soatlik operatsiyaga qaramay uni saqlab qolishning iloji bo'lmadi. Shu tariqa Bryus Lee erta vafot etganidek, uning o'g'li ham syomka jarayonida juda yosh hayotdan ko'z yumdi. Film to'xtatilmadi. Brandon o'ynagan sahnalar filmning yakunigacha montaj va dublyor orqali yakunlandi. Afsonalar uzoq yashamaydi. Ular erta ketadi, ammo hech qachon unutilmaydi. Videoni yaqinlaringizga yuboring va mana bu repost tugmasini ham bosish esdan chiqmasin.